Bering. Qanaqa bering? 700 qo'sh bunaqa ovorganmiz ekan unda. Bering Jahongir aka. Aka qo'shdi. Aytganingizcha tushyapti. Qani. Necha pul dedingiz? Jahongir 8,5 ming bering. Bo'pti, o'rtada qilib qo'ylachi, bersaga. Bering o'rtada. Bering o'rtada, ha aka? Jahongir aka, bering 100 so'm o't bering aytganingizda 20 ga. Bo'laveradimi? 50 ga bu dakmet qoladi hozir bola bu. Yo'q, 400 deng, bu yarim deyapti. 450 so'm katta mashina. Bering, yo'q, $50 bilan qimmat bo'lmaydi. Dokumenti ham zo'r. Bering Jahongir aka, baraka 400 ga. Yo'q. 400 ga baraka beringlar. Bering. Hey, uka. 400 oldim. Yarim deyapman. Nech pul yarim? 18 yarim. Ya $100 o't beringlar. Yo'q, bu yoq biz aytganimiz bilan bo'ldi edi. Bu yoq 400 ga bering. Jahongir, bering. Baraka. Endi 2024-yillik trekker $18,400 ga sotildi, proporlari bor. Holati o'ta ideajon. 16 ming yurgan. 2025-yil 17-dekabr kuni soat 2:30 da Hoji aka Jahongir akamga bozorda qo'shnimga trektorni foydalanishga berdim. 2024-yil 16 ming yurgan Redline trektorni foydalanishga berdim. Pulini mana oldim. Yaxshi pulga sotib olgan ekan. Barakasini ikkovimizga ham barakasini bersin. Bo'pti.